Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz guruhimiz a'zolari velomarafonni mana shu Marg'ilondagi Burxondan Marg'iloniy ilmiy turistik majmuasiga yo'naltirdik. Yo'nalishimizni mana go'zalliklarni ko'rib biz juda ham xursandmiz. Bu yerdagi obodonlashtirish ishlarini qarang. Juda go'zal. Juda kechqurun juda ham bu yerda odam juda ham ko'p bo'lyapti. Odamlar atroflardan kelishyapti. Hamma joylardan mana ko'rgani. Mana bu fontan ekan. Bu fontan 60 metrga otilgan azizlar. Yuqoriga 60 metr yuqoriga otar ekan. Ro'parada amfiteatr. Mana bu tarix muzeyi. Ro'parada bozor ekan, Sannaroqda maqom teatri. Maqom teatri hozir ichkarida ta'mirlash ishlari ketyapti. Yaqin o'rtada ko'chib keladi maqom teatri, faoliyatini boshlaydi. Mana bu Otabek bilan Kumushda uy ekan. Mana qarang. Qana go'zal. Siz qana taassurot olyapsiz? Juda zo'r taassurot olyapti. Hozir mana shu yerda turib Kirmaganimizga qarang, shakka ertalab. Hadi nima dedi? Eshikda oqa suvda qadri yo'q dedi-yu, qarang. O'zimga o'zim alam qilib ketyapti. Qanaqa qilib bo'lsa ham kechqurun kelishimiz kerak ekan. Tojikistondan, Turkman tomonlardan kelishyapti. Endi o'g'lim shu yerda ishlayapti. Uni bilishar ekanda. Odamlar kelyapti. Yo'q, bilyapmiz. Boshqa bilyapti. Bir ikki marta kelishga harakat qildik. Bu yerda juda mashinalar ko'p, odamlar ko'p, kirolmadik-da. Endi kunduz kuni mana hozir yaxshi kunduz kuni, endi kechqurungisi umuman boshqacha bo'lsa kerak-da. Ayzona fontanlar mana otganda, muzikali fontanlar. odam gavjum bo'ladi. Ham chiroyli. Mana Moshada o'g'lim moshada ham kirmadi, skuter olib oldi. Skuterga kelib ketyapti. Moshada aylanib kirib, hamma moshina bosib ketyapti ekan. qarang endi. Odamlar. Mana Otabek bilan Kumushda uy ekan mana. Endi bu kechqurun ochsa kerak-da buni. Hozir endi bekib turibdi. Kirmoqchi edi, bo'lmadi. Mana. Hammalarini mana shu go'zallikka kelishlarini taklif etamiz. Ko'ringlar, zavq olinglar azizlar.